Asrlar davomida kutubxonalar katta va kichik shaharlarning diqqatga sazovor joylaridan biri bo'lgan. Ana shunday kutubxonalardan bir nechtasini siz kitobxonga tanishtirib o'taman. Kongress kutubxonasi Amerika Qo'shma Shtatlari milliy kutubxonasidir. Unda 32 milliondan ortiq kitoblar va 61 millionga yaqin qo'lyozmalar mavjud. Bodleian kutubxonasi Buyuk Britaniyaning Oksford shahrida joylashgan bo'lib, ushbu kutubxona Yevropadagi eng qadimgi kutubxonalardan biri va u 1602-yilda tashkil topgan. Vatikan kutubxonasi 1475-yilda tashkil topgan bo'lib, bu dunyodagi eng qadimiy kutubxonalardan biridir. Unda Bibliyaning eng qadimiy to'liq qo'lyozmasi va 1 milliondan ortiq boshqa turdagi kitoblar majmuasini o'z ichiga olgan. Quyidagi dunyoga mashhur kutubxonalar haqidagi ma'lumotlar siz aziz kitobxonga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddamiz.